25-maydan keyin nima bo'ladi degan savolga hozir men sizlarga javob beraman. Maktab bitirayotganlar uchun alohida maxsus 25-maydan keyin haqiqiy biznes hayot boshlanadi. Shunday imtihonga borasizlar, birinchi katta sinov, to'siq shundan boshlanadi. Imtihonga borasizlar. Imtihondan yiqilsalaring, sizlar yaqinlaring bo'ladimi, qarindoshlaring bo'ladimi, oshna-og'aynilaring bo'ladimi, даже sizlar oilalaringda ham borki, hurmatlaring shuni tushadi. Tushunyapsizlarmi? Sizlar просто tak ko'chada yurgan bola bo'lasizlar. Tushunyapsizlar? Просто tak yurib bezori bolaga chiqasizlar. Keyin boya qo'shnini bolasini bilasanmi? Shunday o'qishga kirib ketdi. Boyagi tanishimni o'g'lini yo qizini bilasanmi? Boyagi tanishim qizini bilasanmi? Tanishimni o'g'lini bilasanmi? Boyagi tanishing bor edi-ku. Ay shu institutga kirib degan. Shu o'qishda o'qiyapti degan narsa deydi boshlanadi. Keyin birorta ishga ko'rasizlar. Ish qilaman deb ishlaring o'xshamaydi, biznes bu. Hamma sizlarga qarshida, просто tak bitta yiqilsalaring bo'ldi. Tars miyaga tepa, miyalaring shuni tepadagi sen xato qilding deb turadi. Bu biznes hayot endi kelyapti. Maktab bitirayotganlar, hamma omadini bersin. Hamma o'qishga kirib ketsin borku. Shunda zo'r bo'ladi.